Assalomu alaykum, hurmatli Qulupnay biznes kanalining obunachilari. Bugungi chislamiz 19-dekabr 2025-yil. Mana ochiq daladagi qulupnaylarimiz mana qish bo'lishiga qaramay pishib turibdi mana. Kam-kam. Bahorning kunlarida mana shunday qulupnay ertasi kuni qip-qizil bo'lib bozorga tayyor bo'ladi. Hozir mana shular pishishiga ham bir 5 kun o'tib ketadi. Mana shu holatda qip-qizil bo'lish uchun ham bir 4 kun, 5 kun taxminan o'tadi. Oz-oz terib turibmiz. Xudoga shukr, yomon emas. Bizda hali juda kuchli sovuq bo'lgani yo'q, shu 1-2 gradus atrofida sovuq bo'ldi. Kalibrlari ham katta-katta, chiroyli. Italyanskiy Clear. Navimiz bor. Qizarib pishganlari ham bor. Bizda hozir tuman. Tumanning orasidan ozgina quyosh ham ko'rinib turibdi. Kechasi mana bu agrovoloknani kechasi yopib qo'yapmiz. Yomg'ir, sovuq bo'lgan kunlari kunduz kuni ham qoladi. Ba'zida 2 kun, 3 kun ustida shunday qolib ketadi. Sal quyosh chiqqan kunlari ochib qo'yamiz ustini. Mashallah. Chiroyli. Buncha mevalar hali pishib ulguradimi, pishmaydimi? Yangi gullariga sovurgan yangi gullarini. Ana bular albion. Albionlar ham yaxshi. Hosillarimiz. Bular pishmasa ham kerak, gullab yotganlari ham bor. Bu tomonda yopganimiz yo'q. Bu tomonda qulupnaylarimiz uyquga ketgan. Bochkalarimiz mana ozuqalari. Xo'sh. Bochkamizga 1 tonnadan sal kamroq suv ketadi, sal pastroq bo'ladi. Shuning hisobiga 0,8 tonna suvga mevalash davrida ozuqani azotniy kislota 100 gram solinadi ekan. Xo'sh. Kaliy nitrat 196 gram, magniy sulfat 360 gram, monofosfat kaliy 100 gram, sulfat kaliy 84 gram, temir 30 gram, margnis 20 gram, sink 10 gram, bor 20 gram, kalsiy nitrat 432 gram. Mana shu 1 tonna suvga 1 tonnaga aralashtirib bersa ham bo'ladi. Bizda 1 tonnadan sal kamroq ketadi, shuning uchun 800 litrga moslashtirib yozib qo'yganman bu yerga. Bu tomoniga gullash davrida beriladigan ozuqalar. Azotniy kislota 100 gram pHni tushirib olish uchun. Kaliy nitrat 205 gram, magniy sulfat 310 gram, monofosfat kaliy 112 gram. Mikroelementlarimiz shu temir, margnis, sink, bor bular gram o'zgarmagan, shu bir xil. Bu yerda mana 3 ta gatimizga bu yerga ko'chat tayyorlangan edi. Shu
Ko'chatlarni olib joyiga bu kech ekilgan qulupnaylarimiz. Ancha kech. Bu o'tgan yil ekilgan qulupnaylarimiz. O'tgan yil kuzda ham ozgina hosil olganmiz bulardan. Keyin bahor bilan videolarni qo'yib borganman. Xudoga shukr, bahorda ham juda yaxshi hosil bergan. Keyin yozda oxiri, kuzda boshida ham bulardan yaxshigina hosil oldik. Ular mana hozir ayni uyqu paytiga ketgan. Barglari qip-qizil bo'lib uyquda bular hozir mana. Bir chiroyli holatga kelgan. Bularni endi erta bahor mana bu eski barglardan tozalab, yangi chiqayotgan barglari mayda-mayda bo'ladi. Qoldiriladi. Eski barglar yaxshilab tozalab tashlanadi bahorda. Uyg'onishdan oldin. Bularda ham mana bunday hosil qilib tashlaganlari bor. Ustini yopganimiz yo'q. Hali bizda aytganimdek kuchi sovuq bo'lmagani uchun to'liq uyquga ketgani yo'q hali. Mevalari. Shunday mevasi bor.